Salam do'stlar, bugungi video. Yo, salam do'stlar, bugun men ismim Mika va bugungi videomizda nima qilamiz? Shunchaki bilmayman nima qilishdi. Hozir aylangani va dalamdagi narsalar mushkan bo'lsa, u o'tda ham qarab qo'yaman. Bugün de dostlar. Bugün nima ham qilishni bilmayman. Mana ikkita qishloqlar. Endi kartoshkalarimizni katta ovoziga o'tdi do'stlar. Bilmayman lekin qachon kelayotganini. Shu kartoshkalarimizni endi ekamiz. Yukarım mana yetarli bas. Yani şahta yani konu. Benim sabahlar. Oturup duruyoruz. Azıcık şu sularına bak. Kamu bulmuşsan söyleme. Bu arada yok. Senyora kaya azmet. Dostlar. Yaxshi shaxsiyatni maqtadik. Hozir Turkiyaga olib borib ko'ramiz. Yana bitta qishloqdan, yana bitta qishloqdan shu qishloqqa yo'qsab muhtajarni aytib, mana shu paxta. Aynan shu joy bo'lsa kerak. Olmasmi? 100 ming olsa. Lekin mana buncha bo'lsin, shunchaki bitta o'ylamay aytaman. Qishloqlarni sen şöyle baktırsan bir yok olmuyor ki sanki emas yomon ko'raman. İşim bo'lmasin bor yo'qollar saniki emas. Bu shaxta hammaniki, hamma xohlagancha ko'rlaydi. İşim bo'lmasin, men ham ko'rlayapman, boshqalar ham ko'rlaydi. Yo'q ko'rmaysan. Ko'rlayman. Izmiritim qani, olib kel yaramas. Gelmeyeyim. Aynası barbar olaman. Yaramaz. 4 oldu yukarıda. Halkarab dur işi dışarıdaki. Sen de kakışakları düşünmüşsün ediyor. Ne yaparım? Kesin çekil olur. Arkadaşlar bana şunchasi yetadi. Mana qanaqa olsa shu uchi to'la olmosu do'stlar, qaranglar. Va bu yoqda zo'r ekan. Unchalik bezatishmang bu yoqni.
Buyog'ini lekin zo'r qilishibdi. O'rtada ovoz eshitilmay qolarkan, yomg'irda ovoz. Xo'sh, do'stlar, yaxshi bo'larkan shaxta. Xo'sh, endi nima qilsak ekan? Esinglarda bo'lsa, oldingi o'yimizda o'tgan qismda bitta yurakchalik joyga borgandik. Boraylikni bu safar ularni tekshiramiz. Qizni kallasi kimga tegishli? Kimga tegishli? Anasini tekshiramiz do'stlar. Ayaklarımızda çıktı. Oldu. Anında konular, telefizler, kimde kayıtsızlık değişikliğini değiştiriyorlar arkadaşlar. Sonra oturdu ya. Yok, meni bitti yoshligimda sinfdoshim qilgan bu. Yo'mayli, bu simga ham chiqarib beradi desa. Yo'mayli, bu o'sha ekan-ku. Mana do'stlar. Endi mana o'sha shuni qo'ygan, shuni tekshir. Yo'q. Bu mening sevgilim qon izlar ekan. Yo'mayli do'stlar. Qanaqasiga? Ini kalau ini sama kita sevgilim. Şu dostum. Sevgilim. Videoni to'xtatish vaqti kelib qoldi va videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz va video sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, like va obunachilik tugmachasini bosib qo'yinglar. Pulli va bepulga xayr do'stlar.